hozir biz maktabimizga hurmatli shaharimiz hokimlari kelib kirishlaridan buyon hunarmandchilik haqidagi narsalar ko'zdan kechirishdi. Biz bu yoqda turgan edik, ekologiya bo'yicha biz qatnashgan edik, ekologiya bo'yicha turgan edik. O'tgan yili biz viloyatgacha chiqqan edik, viloyatda 5-o'rinni oldik. Keyin bu yil ham chiqib harakat qilib qatnashib, yanada yaxshiroq o'rinlarni olishga harakat qildik. Qo'qon shahar hokimi Marifjon Usmonov tashrif buyurdilar va biz bilan yoshlar bilan muloqot qilishdi. Xususan men bilan aynan muloqotda bo'lib, mendan hozirgi maqsadlarimni, qiziqishlarimni, intilishlarimni so'rashdi. Bundan tashqari maktab uchun qanday masalalarga yordam berishlari haqida gapirishdi. Meni qiziqishlarim o'zi ingliz, nemis, rus tillarini juda ham yaxshi muloqot qilaman. Bundan tashqari men kelajakda Germaniyada o'qish niyatim bor. Shuning uchun ular bilan mana shu mavzular haqida suhbatlashdik. Meni qiziqishlarim hozircha adabiyot fani bo'yicha, ona tili adabiyot fani bo'yicha. Men Qo'qonda g'azalxonlik bo'yicha 1-o'rinda olgan edim o'tgan yili. Hozir ichkarida hokimimiz 5 tashabbus bo'yicha ish yurityaptilar. 5 tashabbus bo'yicha gaplar ketyapti. U yerda hozir yoshlarni o'qish bilan o'qishda farqi bor deganlaridek faqat o'qib qolmanglar deyapti. Maktabga kelyapsizlarmi? Vaqtlaringizni unumli o'tkazinglar. Unda mana misol uchun biror nimani ko'rib turib, shuni yo tushunmasam deb tashlab ketib, ha bo'ldi, tushunmadim deb ketmasdan, o'sha tushunmagan savollarni so'ranglar, o'qituvchilaringizdan bilinglar. Ertangi kunga savol-javob o'tkazinglar, o'qituvchilaringiz sizlarga savol bersin, sizlar javob beringlar. Shunaqalar deb ish yurgiztirishyapti. San'at bo'yicha gapirishyapti. San'at qalbni go'zalligi, qalbni ochuvchi, yaxshi musiqalarni tinglash kerak. Ular ham esda qolar ekan. Yaxshi musiqalar tinglansa, shunaqa gaplar haqida gapiryapti. Informatikani bilish kerak deyapti. Juda ham muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman men. Chunki mana misol uchun ishtiyoq uyg'onadi. Hammada kelib hozir ichkarida sovrinlar qo'yib qo'yishgan, misol uchun tadbirlarda 1-o'rinda, faxrli o'rinda olgan jamoalarga keyin qolgan misol uchun o'qimaydiganlar ham bo'ladi-yu, uchun bizda bunaqalar ham ko'rib, o'ziga xulosa chiqaradi. Biz ham yaxshi o'qisak, hokim bilan mana shunday suhbatlar o'tkazdirib, mana shunday 1-o'rinlar olsak, sovg'alar olamiz degan ichidan hissiyotlar o'tadi insonda. Shuning uchun juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan kelishlari, biz bilan suhbat o'tkazishlari. Monitorlik, do'stga masalalarni yana aytishadi, ularni qilib beramiz. Mana bosqichma-bosqich nima jihozlar bo'lsa, kamchiliklarni qilib beramiz. Sizlarga muvaffaqiyat.